Su buyida zat qandaq bir eser. Onunda qandaq soğaq bilimler, kişilik münasebet kaideleri, bilib-bilishlik kişilik savaqlar var. Cemiyetinin qandaq qarang'u taraflarini qandaq uslub bilan yuritib bergan qandaq bir büyük eser. Liangshandagi 108 azmat, 108 hayat kartinasi, 108 hikoya, 108 qismat. Ularga berilgan bahada ba'zilar ularni 108 palvon, 108 azmat deb ta'riflasa, yana ba'zilar ularni shu Sung sulolasiga go'xozay, ya'ni Sung sulolasiga bir lukchak to'plashgan jamiyatning dashqallari deb bildi. Chunki bu 108 palvonning ko'pinchilari o'g'ri, qaraqchi, bulangchi, bosqinchi qatorliq jinoyatlar tufaylidan bardigan, turdigan yeri yo'q, shunga taq chiqib panohlangan. Ayni vaqtda o'rdida cho'ng xizmat tutgan, hurmat, inovat topganlarmi oxirida o'tkazgan xatoligi tufaylidan o'zini ep qochadigan joy yo'q. Shu Liangshan ko'liga chiqib to'p qetilib qaraqchi bo'lishga majbur bo'lganlar. Undaqda bugundan başlap menki qadi kitap bu 4 klassik eser Sıda Mingju'nun içindeki yeni bir büyük eser bu şu Su buydani sizlar his qilmagan, diqqat qilmagan boshqa bir nuqtadan, boshqa bir javdodan so'zlab tushuntirib yeyishib birma. Hamda necha vaqtdan g'arb sayohatini, uch parchalik haqida qissani so'zlab, ko'rinmanlarning ang'uch funksiyonlarini xil usuzlik qilib qoldi. Hamda ma Su buydani so'zlab ma'nun funksiyonlarning usuzligini azroq qondirayli. Qanday? Bulubni 3 parchalik haqida qissani so'zlagan vaqtda boshqa bir nuqtada turib ta'kid qilib, Liubeyning nayt donaligi, donishmanligi, Jovyunning bu yerdagi kamchiligi, 3 parchalikdagi bu qahramonlarning nurg'un ishlarining hammasi faqat va faqat manfaat munosib ekanligi to'g'riliq so'zlagan vaqtda nurg'un anglag'uvchilar, funksiyonlar bulubmi yosh o'g'illar o'ksin basamay har xil pingllarni qilib ketgan. Ular degan ondaq azmat, mandaq botir, ondaq bodir palvon, mandaq o'g'il boldachilik va deb. Meningcha men o'ylayman, mushundaq gaplarni qilganlarning ko'pinchisi bir 20 yosh atrofidagi yosh o'g'il bolalar mushundaq dedi deb o'ylayman. Chunki biz shu mezgilimizda haqiqatan bir o'g'il boldachilikni, mardlikni, botirlikni pek cho'ng bilib ketimiz. Albatta, mening shu vaqtim o'tgan. Buna bu yerdagi yosh o'g'il bolalarimiz ko'pincha bu Jugulian, Smayil, Liubey Sosovlar qaraganda Guayu, Libu, Jovyun qatorliqlarga bakarak amroq, bakarak yoqtirdi ularni. Hamda bu Su buydagi Sunjangning boshqurish san'atining qanchalik yuqoriligi, qanchalik donoligi, bu yerki Xoqonningmi asli intayin dono, aqlli bir Xoqon ekanligi, Gavchuningmi o'zini taraqqiy qildirish yo'lida aqlli donoligi, o'rdiq bo'lgan sadoqatmanligi, bu 108 palvonning nurg'unlarining bayatgandek lukchak bir qor jamiyat o'ynagan mushundaq bir shaxs kelgan so'zliga vaqtimda o'pkisini basamay so'zlab ketadiganlar texim ko'p chiqdi bu. Hazırlı ko'nglimga ayon. Biroq bu Su buydagi haqiqat, asli bildirgan ma'no, asliki yuritib bergan hayot kartinasi. Hamda biz ko'pinchimiz shu mayli ko'na, mayli yangi bo'lgan Su buydaning ishlagan televiziya, teatrni ko'rish orqali bu yerga Liangshan ko'li nuqtasidan ko'rib, mushi javdudilni qarab, bu 108 ning hammasi palvon, botir, mard, andaq-mandaq azmat deb tushunib olganlikmi normal ish. Men bu burun ashtaq tushungan. Undaqda bu Su buydan nomli asarda biz bilmagan, his qilolmagan, ya'ni qandaq sirlar hayat kartinasi, bilim, savaqlar bor. Yoqtirgan do'stlar, meni qo'shib olib, keyingi asarlarimga diqqat qilib qo'yinglar. Rahmat.